Bugun gaplashadigan mavzum juda muhim. Qoidalar o'zgaryapti. Ko'p narsalar endi eski tartibdagidek keyin to'g'rilab olaman deb yuradigan masala emas. Sizning kadastringiz, propiskangiz, soliq qarzingiz, jarimalaringiz, bankdagi qarzlaringiz, ijtimoiy nafaqa yoki subsidiya olish huquqingiz, hatto hujjatlaringizdagi bitta harf xatosi ham ertaga sizga muammo tug'dirishi mumkin. Men sizga va'ma qilish kerak demayman. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Chunki hozir davlat xizmatlari, banklar, notariuslar, soliq organlari va ijtimoiy himoya tizimlari to'g'ri elektron bazalar orqali ishlayapti. Ya'ni kimdir og'zaki aytgan gap emas, tizimda nima ko'rinsa. Ko'p holatda o'sha asosiy hisoblanadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nimalar o'zgarganini, kimlar albatta tekshirishi kerakligini, qaysi joylarda eng ko'p xato chiqishini va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, asabini va vaqtini tejaydi. Avval qanday edi? Avval ko'p masalalar qog'oz hujjat, mahalla ma'lumotnomasi, qo'lda yozilgan ariza yoki tanish bilish orqali aniqlashtirilardi. Masalan, odam uy olmoqchi bo'lsa, kadastr hujjatini olib borardi. Notarius tekshirardi, kerak bo'lsa qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralardi. Kimdir pensiya yoki nafaqa olish uchun murojaat qilsa, oilaviy ahvoli, daromadi, mol-mulki alohida tekshirilardi. Jarima bormi, soliq qarzi bormi? Aliment qarzi bormi? Bularni bilish uchun odam o'zi turli idoralarga borishi kerak edi. Endi esa tizim boshqacha bo'lib boryapti. Ko'p ma'lumotlar bir-biriga ulanmoqda. Masalan, sizning JSHIR raqamingiz, pasport ma'lumotingiz, kadastrdagi uyingiz, avtomobilingiz, bank hisob varaqlaringiz, rasmiy ish joyingiz, soliq to'lovlaringiz, sud yoki ijro hujjatlari bo'yicha qarzlaringiz elektron tizimlarda ko'rinishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Agar bir joyda xato bo'lsa, u xato boshqa xizmatga ham ta'sir qiladi. Masalan, siz subsidiyaga ariza topshirasiz. O'zingizni mening nomimda uy yo'q deb o'ylaysiz. Lekin eski yillarda meros orqali sizning nomingizga kichik ulush o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Tizim buni ko'rsa, subsidiya rad etilishi mumkin. Yoki siz kredit olmoqchisiz, lekin eski jarima yoki ijro qarzi borligi chiqib qoladi. Siz men bundan bexabar edim deysiz, ammo bank tizimdagi ma'lumotga qaraydi. Yana bir o'zgarish, avvallari ayrim hujjatdagi xatolar ko'p sezilmas edi. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasida ism boshqacha, pasportda boshqacha yozilgan. Kadastrda familiya eski holatda qolgan. Nikotanda familiya eski familiya o'zgargan. Lekin mulk hujjatlarida yangilanmagan. Oldin bunday xatolar yillar davomida bilinmasligi mumkin edi. Hozir esa elektron tizimlar moslikni tekshiradi. Bitta harf farqi ham xizmatni to'xtatib qo'yishi mumkin. Eng birinchi bilish kerak bo'lgan narsa, hozir har bir fuqaro o'zining elektron izini tekshirishi kerak. Men bu yerda faqat internetdagi akkauntlarni nazarda tutmayapman. Men rasmiy bazalardagi holatingizni aytyapman. Sizning pasportingiz to'g'rimi? JSHIR raqamingiz hujjatlarda bir xilmi? Yashash manzilingiz mosmi? Kadastringiz joyidami? Soliq qarzingiz yo'qmi? Avtomobilingizga jarima yozilmaganmi? Sud ijrosi bo'yicha cheklov yo'qmi? Bank kredit tarixingizda begona qarz ko'rinmayaptimi? Mana shular muhim. Kimlar ayniqsa xavotir qilishi kerak? Birinchi navbatda uy joyi borlar. Chunki kadastrdagi xato keyin sotish, hadya qilish, merosga o'tkazish, garovga qo'yish yoki subsidiya olishda katta muammo bo'ladi. Masalan, odam 2010-yilda hovli sotib olgan. Qo'lda eski kadastr bor. Hamma narsa joyida deb yuradi. 2025-yilda uyni sotmoqchi bo'lsa, kadastr bazasida yer maydoni 6 sotik emas, 5,2 sotik ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yoki uy maydoni qog'ozda PV 20 kvadrat metr, tizimda esa saqim 4 kvadrat metr. Notarius bunday holatda bitimni to'xtatishi mumkin. Natijada xaridor ketadi. Kelishilgan narx buziladi. Odam hujjat to'g'rilash uchun vaqt yo'qotadi. Ikkinchi toifa nafaqa, moddiy yordam bola puli, subsidiya yoki imtiyoz olishni rejalashtirayotganlar. Chunki bu jarayonda oilaning daromadi, mol mulki, avtomobili, rasmiy ish joyi, bankdagi ayrim ma'lumotlari, yashash manzili va oila tarkibi tekshiriladi. Masalan, bir oila 2 million so'm oylik daromad bilan yashayapti deb o'ylaydi. Lekin otaning nomida eski Damas bor, u ishlamaydi. Hovlida turibdi. Tizimda esa avtomobil bor deb ko'rinadi. Natijada ayrim imtiyozlar bo'yicha ariza rad etilishi mumkin. Yoki oila a'zolaridan biri rasmiy ravishda boshqa manzilda turadi, lekin amalda shu uyda yashaydi. Oila tarkibi noto'g'ri ko'rinsa, hisob-kitob ham noto'g'ri chiqadi. Uchinchi toifa kredit olmoqchi bo'lganlar. Banklar bugun faqat sizning aytgan gapingizga qarab qaror qilmaydi.
kredit tarixi, rasmiy daromad, mavjud qarzlar, sud ijrosi, aliment, jarimalar, soliq qarzlari, kartadagi tushumlar, bularning hammasi baholanishi mumkin. Masalan, siz 2 million so'm kredit olmoqchisiz, oyligingiz 5 million so'm. Siz o'zingizni men bemalol to'layman deb hisoblaysiz. Lekin tizimda 2 million so'm eski mikroqarz, 20 million so'm jarima va yana telefon orqali olingan bo'lib to'lash qarzi chiqib qolsa, bank sizga rad javobi berishi yoki summani kamaytirishi mumkin. 4-toifa. Chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. Bu yerda ham oldindan tekshirish juda muhim. Sud ijrosi bo'yicha qarz, aliment, yirik jarima yoki boshqa cheklov bo'lsa, odam aeroportda yoki chegarada bilib qolishi mumkin. Tasavvur qiling, siz chipta oldingiz, mehmonxona to'ladingiz, ish yoki davolanish uchun ketmoqchisiz. Chegarada esa sizda cheklov bor deyishadi. Bunday vaziyatda odam nafaqat pul yo'qotadi, balki rejalari ham buziladi. 5-toifa. Tadbirkorlar va o'zi band qilganlar. Soliq tizimi ham elektronlashmoqda. Aylanma tushum, cheklar, onlayn kassa, elektron hisob faktura, ijara shartnomalari, xodimlar bo'yicha ma'lumotlar ko'rinadi. Agar siz kichik do'kon yuritsangiz yoki xizmat ko'rsatsangiz, men kichikman, menga hech kim qaramaydi deb o'ylamang. Masalan, bir usta oyiga tekis 10 million so'm tushum qiladi, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Keyin bankdan kredit olmoqchi bo'lsa, rasmiy daromad yo'q deb chiqadi. Yoki katta tushumlar kartadan o'tgan bo'lsa, kelajakda savollar tug'ilishi mumkin. Birinchi misol, kadastrdagi familiya xatosi. Ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan. Uyning bir qismi uning nomida bo'lgan. Kadastr hujjatida eski familiya qolgan, pasportda yangi familiya. Oila uyini sotmoqchi bo'lganda notarius hujjatlarini solishtiradi va tafovut chiqadi. Endi nima qilish kerak? Ifodiy hujjatlari, nikoh guvohnomasi, pasport, kadastr hujjatlari olib boriladi, ma'lumot yangilanadi. Bu jarayon bir kunda ham bitishi mumkin. Ayrim holatda bir necha hafta cho'ziladi. Agar xaridor shoshayotgan bo'lsa, bitim bekor bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, eski jarima. Haydovchi 900 ming so'm jarimasi borligini bilmaydi. Chunki SMS kelmagan, telefon raqami o'zgargan yoki e'tibor bermagan. Keyin avtomobilni sotmoqchi bo'ladi. Bitim oldidan jarima chiqadi. Xaridor avval to'lang, keyin rasmiylashtiramiz deydi. Agar jarima ustiga penya yoki ijro xarajatlari qo'shilgan bo'lsa, summa oshadi. Odam nega menga aytishmadi deydi, lekin tizimda qarz bor. 3-misol, bolalar hujjatidagi xato. Bola tug'ilganda ism bir xil yozilgan, keyin maktab hujjatlarida boshqacha yozilgan. Masalan, Muhammad Ali bir joyda qo'shib yozilgan, boshqa joyda Muhammad Ali deb ajratilgan. Bu hozir oddiy ko'rinadi. Lekin keyin attestat, pasport, chet elga chiqish, bank kartasi yoki meros masalasida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bola hujjatlarida ism, familiya, tug'ilgan sana va ota-onaning ma'lumotlarini hozirdan tekshirish kerak. 4-misol, meros ulushi. Odam o'z nomida hech qanday mulk yo'q deb yuradi. Aslida otasidan qolgan uyda villa olt ulushi bor. U bu uyda yashamaydi. Undan foyda olmaydi, lekin tizimda mulkdor sifatida ko'rinadi. Keyin u uy-joy subsidiyasiga ariza topshiradi. Natijada nomingizda mulk bor degan sabab bilan rad javobi kelishi mumkin. Bu yerda odamga men foydalanmayapman degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat bo'yicha qanday ko'rinsa, ko'p holatda shunday baholanadi. 5-misol, rasmiy daromad yo'qligi. Bir yigit ustachilik qiladi, oyiga 7 million so'm topadi, lekin hammasi naqd yoki turli kartalarga tushadi. U 80 million so'm kredit olmoqchi bo'ladi. Bank esa rasmiy daromad yo'li yoki juda past deb ko'radi. Natijada kredit rad etiladi. Agar u o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tganda, tushumlarni tartibli yuritganda, soliq majburiyatlarini bilganda, kredit olish imkoniyati ancha yuqori bo'lardi. Endi muhim nozik joylarni tushuntiraman. Birinchisi, tizimda ko'ringan ma'lumot har doim ham 100% to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Elektron bazaga noto'g'ri kiritilgan, eski ma'lumot yangilanmagan, hujjat skaner qilinganda xato ketgan, bir xil ism familiyali odamlar aralashib ketgan holatlar bo'ladi. Shuning uchun agar tizimda sizga tegishli bo'lmagan qarz, mulk yoki jarima ko'rsangiz, darhol tamom. Endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylamang. Shikoyat qilish, ariza yozish, hujjat bilan isbotlash imkoniyati bor. Ikkinchi nozik joy og'zaki kelishuvlar. Masalan, uy sotilgan, pul berilgan, lekin notariusda rasmiylashtirilmagan. Yoki avtomobil boshqa odamga berilgan, lekin nomi o'zgarmagan. Bunday holatda tizim kim egasi deb ko'rsatsa, javobgarlik ko'pincha o'sha odamga tushadi. Mashina sizda bo'lmasa ham, jarima sizning nomingizga kelishi mumkin.
Uyda siz yaxlasangiz ham soliq yoki kommunal masala sizga bog'lanishi mumkin. Shuning uchun biz kelishib olganmiz degan gap rasmiy hujjatning o'rnini bosmaydi. 3-nozik joy, telefon raqami va elektron kabinet. Ko'p odamlar davlat xizmatlariga ulangan telefon raqamini almashtiradi, lekin tizimda yangilamaydi. Natijada xabarnomalar eski raqamga boradi. Jarima, ariza natijasi, soliq eslatmasi, bank ogohlantirishi odamga yetib bormaydi. Keyin esa muddat o'tib ketadi. Men doim aytaman, telefon raqamingiz pasportingiz kabi muhim bo'lib qoldi. Rasmiy kabinetlarda faqat o'zingiz ishlatadigan raqam tursin. 4-nozik joy, qarzni yopish bilan ish tugamaydi. Masalan, siz jarimani to'ladingiz, lekin tizimda qarz yopilganini tekshirmadingiz. Ba'zan to'lov bir necha soatda, ba'zan bir necha kunda aks etadi. Ayrim holatda to'lov noto'g'ri rekvizitga ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lov chekini saqlang, qarz yopilganini alohida tekshiring. Ayniqsa chet elga chiqish, notarius bitimi yoki kredit oldidan buni majburiy qiling. 5-nozik joy, kadastr va haqiqiy holat farqi. Hovlida qo'shimcha xona qurilgan, balkon yopilgan, do'koncha ochilgan, yer maydoni kengaytirilgan, lekin hujjatda yo'q. Bunday holat ko'p uchraydi. Odam hamma shunday qiladi deb o'ylaydi, lekin uy sotish, garovga qo'yish yoki tekshiruvda bu muammo bo'ladi. Agar hujjatda takta kvadrat metr uy bo'lsa, amalda bingarta kvadrat metr bo'lsa, bu tafovut savol tug'diradi. Qurilish qonuniylashtirilmagan bo'lsa, alohida tartibda rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qism. Nima qilish kerak? Men sizga oddiy tekshiruv rejasini beraman. Buni har bir oila kamida yilga bir marta qilish kerak. Agar uy sotmoqchi bo'lsangiz, kredit olmoqchi bo'lsangiz, subsidiya yoki nafaqa uchun ariza bermoqchi bo'lsangiz, chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, buni darhol qiling. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, bolalarning hujjatlari, shir raqami hammasida ism, familiya, ota ismi, tug'ilgan sana bir xil yozilgan bo'lishi kerak. Agar bitta harf xato bo'lsa ham uni e'tiborsiz qoldirmang. FDIO bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali aniqlashtirish mumkin. Ikkinchi qadam, yashash manzilingizni tekshiring. Siz ro'yxatda qayerda turibsiz? Farzandlaringiz qayerda ro'yxatda? Turmush o'rtog'ingizning manzili to'g'rimi? Bu ayniqsa maktab, bog'cha, nafaqa, subsidiya, sud ishlari va bank tekshiruvlarida muhim. Agar amalda boshqa joyda yashasangiz, lekin hujjatda boshqa manzil bo'lsa, ayrim xizmatlar tushunmovchilik 3-qadam. Mulklaringizni tekshiring. Nomida qanday uy, yer, ulush, noturar joy bor deb o'ylamang, aniq tekshiring. Kadastr hujjatlari, mulk huquqi, maydon, manzil, egalik ulushi hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar eski hujjat bo'lsa, yangilash zarurmi yoki yo'qmi? Mutaxassisdan so'rang. Uyda qo'shimcha qurilish bo'lsa, uni qonuniylashtirish yo'lini o'rganing. 4-qadam, qarz va jarimalarni tekshiring. Yo'l harakati jarimalari, soliq qarzi, ijro hujjatlari, aliment, kreditlar, mikroqarzlar, kommunal qarzlar bo'yicha holatni ko'ring. Bunda rasmiy ilovalar, davlat xizmatlari portali, soliq ilovalari, bank ilovalari va ijro organlari ma'lumotlaridan foydalanish mumkin. Agar qarz bo'lsa, to'lang va chekni saqlang. Agar qarz sizniki bo'lmasa, ariza bilan murojaat qiling. 5-qadam, bank va kredit tarixini tartibga keltiring. Agar bir vaqtlar mikroqarz olgan bo'lsangiz, to'liq yopilganini tekshiring. Karta orqali begona odamlar nomidan pul aylantirmang. Akam kartamdan foydalanib tursin, do'stimga karta ochib berdim degan ishlar keyin sizning nomingizdagi tushum va savollarga sabab bo'lishi mumkin. Bank kartasi sizning moliyaviy pasportingizga o'xshaydi. 6-qadam, tadbirkorlik faoliyatingiz bo'lsa, rasmiylashtiring. Agar siz usta, tikuvchi, repetitor, yetkazib beruvchi, haydovchi, onlayn savdo qiluvchi bo'lsangiz, o'zingizga mos maqomni tanlang. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa shakl. Bu sizga keyin kredit, ijara, shartnoma va pensiya masalalarida foyda beradi. Eng muhimi, daromadingizni tartibli ko'rsatish imkonini beradi. 7-qadam, barcha muhim hujjatlarning nusxasini saqlang. Qog'oz ko'rinishida alohida papka qiling. Elektron ko'rinishida telefon va bulutli xotirada saqlang. Pasport, kadastr, shartnoma, to'lov cheklari, sud qarorlari, ariza javoblari, bank ma'lumotnomalari hammasi tartibda bo'lsin. Muammo chiqqanda hujjat izlab yugurmaslik uchun bu juda muhim. Agar xato topsangiz nima yozish kerak? Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Masalan, men falonchi pasport ma'lumotlarim bo'yicha tizimda ko'rsatilgan falon qarz menga tegishli emas deb hisoblayman.
Mazkur holatni tekshirib, ma'lumotni tuzatib berishingizni so'rayman. Ilova. Pasport nusxasi, to'lov cheki, shartnoma nusxasi. Shunday aniq yozing. Meni qiynayapsizlar. Bu adolatsizlik deb yozishdan ko'ra hujjat va fakt kuchliroq ishlaydi. Qayerga borish kerak? Shaxsiy hujjatlar bo'yicha FHD yoki davlat xizmatlari markaziga, kadastr bo'yicha kadastr organlari yoki davlat xizmatlari markaziga, soliq bo'yicha soliq organi yoki elektron soliq xizmatlariga, jarimalar bo'yicha tegishli rasmiy tizimlarga, ijro qarzlari bo'yicha majburiy ijro byurosiga, bank masalalari bo'yicha bankning o'ziga murojaat qilinadi. Har doim arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqam yoki kvitantsiyani oling. Yana bir muhim maslahat. Katta ish oldidan tekshiruvni oxirgi kunga qoldirmang. Uy sotishdan bir oy oldin, kredit olishdan kamida 2-3 hafta oldin, chet elga chiqishdan kamida 10 kun oldin, subsidiya arizasidan oldin esa barcha hujjatlarni oldindan ko'rib chiqing. Chunki xato topilsa, uni tuzatishga vaqt kerak bo'ladi. Bugungi asosiy fikr shuki, qoidalar o'zgaryapti, tizimlar elektronlashyapti. Ma'lumotlar bir-biriga ulanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulaylik beradi, lekin beparvo odam uchun kutilmagan muammo ham tug'diradi. Shuning uchun har biringiz pasport, manzil, kadastr, qarz, jarima, kredit tarixi, mulk va daromad masalalarini tekshirib chiqing. Men ekspert sifatida aytaman, muammoni oldindan topgan odam uni arzonroq va tezroq hal qiladi. Muammo bitim kuni aeroportda, bankda yoki subsidiya rad etilganda chiqsa ancha qiyin bo'ladi. Sizda shunaqa holat bo'lganmi? Tizimda xato chiqqan, eski jarima topilgan, kadastr yoki hujjat mos kelmaganmi? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bitta odamga emas, hamma oilaga kerak.